Abduqadir Yapcan Uyghur xalqining faxrlik o'g'loni. Uyghur xalqining jamoat erbobi, vatanparvar diniy zot, elning g'amini yegan erkak, Uyghur xalqining faxrlik o'g'loni Abduqadir Yapcanni Xitoy tajovuzchilari tarafidan Turkiya hukumatiga sunilgan bo'xtonlari sababli gunohsiz holatda 24 kundan buyon Istanbuldagi tutib turish o'rnida tutib turilmoqda. Abduqadir Yapcan İstanbul'a kelgan 15 yildan buyon Turkiya hukumatining qonun tuzumlariga rioya qilgan holda o'zining halol amgiki bilan yashab kelgan İstanbuldagi Uyg'urlar orasida to'g'ri fikri, haq so'zligi, rostchilligi, mardligi, qo'ldan kelgan yordamini ayamaslik bilan hurmatga sazovor bo'lgan hamda jamoat arbobi deb e'tirof qilingan. Abduqadir Yapcanning 58 yillik hayotining 45 yili izchil turda vatan ichi sirtida Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda ilib berayotgan tajovuzchilik qilmishini, suiqasdlik siyosiy planlarini, islom dinimizni yo'q qilish, xalqimizning kishilik huquqini dafsanda qilishdek qilmishlarini dalil isbotlar bilan oshkorlab keldi. Abduqadir Yapcan muajiratdagi Uyg'urlarni bir fikr, bir ideya ichida inoq ittifoq holatda uyushib yashashga boshlamchilik qilib, ona vatani bo'lgan Sharq Turkiston uchun majburiyat va mas'uliyatni tunishni o'rgatdi. Abduqadir Yapcan Sharq Turkistonni tajovuz qilib besib olgan Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqining milliy va diniy jihatdagi dushmani bo'lib qolmasdan dunyo tinchligini buzadigan Xitoy fuqarolarining kishilik huquqini dafsanda qilayotgan, xudosizlik ideologiyasi bilan qurollangan, dunyodagi butun dinlarning dushmani bo'lgan, dunyoga tinchlik emas, balki ofat elib kelayotgan Xitoy tajovuzchilarini dushman deb tunish, uningga qarshi barliq imkonlar bilan qarshi turishga, haqning, adolatning yendi bo'lishga qilingan so'zlardan Xitoy tajovuzchilari bearam bo'ldi. Ularning yuragiga o'q bo'lib tegdi. Abduqadir Yapcanning qaysi tarafi Xitoy tajovuzchilariga zarba bo'la oladi? Abduqadir Yapcanning Xitoy tajovuzchilarini dushman deb aniq tunish, Sharq Turkistonga ega chiqishda Qur'on va hadisga mahkam esilib, mas'uliyat va majburiyatni aniq tunishdagi bu ideyasi zarba bo'ldi. Ideya harakatga qo'mondonlik qiladi. Bir avlod kishilarda to'g'ri ideyani turg'izish vaqt va kuch sarf qiladi. Abduqadir Yapcan muajirat hayotidagi 20 yilda bizga bir to'g'ri ideyani turg'izib berdi. Bu to'g'ri ideya xalqni oqartish, nodonlikdan, Xitoy tajovuzchilarining qulluqdan qutuldirish maqsadiga yetalaydi. Buningla bilan Abduqadir Yapcanning Xitoy tajovuzchilarining ko'ziga max bo'lib qadaldi. Xitoy tajovuzchilari uchun bir to'g'ri ideyaga ega bo'lgan Abduqadir Yapcan eng xatarli tahdid edi. Ammo bir to'g'ri ideyaga ega Abduqadir Yapcandan birisi to'g'ri ideyani Sharq Turkiston xalqiga to'g'ri singdirsa, u vaqtda 35 million Uyg'ur to'liq qurollanib Xitoy tajovuzchilarining g'alaba qiladi. Buningdan qo'rqqan Xitoy tajovuzchilari Abduqadir Yapcanni ko'zdan yo'q qilish uchun boshqalarning pichiqini oriyat elib, odam o'ldirish taktikasini ishga solib, Turkiya hukumatining qo'li bilan Xitoyga qaytarib elib ketish uchun har xil hiyla-makr suiqasdlarni planlab kelmoqda. Biz ishonamizki, Turkiya hukumati va xalqi o'zining qon qarindoshi, tog'isining o'g'illari bo'lgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarini Xitoy tajovuzchilarining qarlashlari va bo'xtonlarga ishinib, hargiz o'z tarixida bo'lmagan, vijdoniy va iymoniga to'g'ri kelmaydigan bir musulmon mazlum qarindishini hargiz Xitoy tajovuzchilariga qaytarib bermaydi. Biz Turkiya Cumhuriyeti raisi hurmatli Recep Tayyip Erdo'g'an efendimga iltimosimiz shuki, siz 2009-yili Turkiya hukumati elbaşı bo'lganda yuz bergan 5-yo'l Urumchi qirg'inchiligida siz degan irqiy qirg'inchilik degan edingiz, lekin bu irqiy qirg'inchilik hozirgacha to'xtab qolgani yo'q. Sharq Turkiston turmalarida 1 milliondan ortiq Uyg'ur farzandlari turmada har xil bo'xtonlar bilan qamaldi. Sharq Turkistonda sizning muqaddas diningiz ig'ir dafsanda qilinmoqda. Bir uyda 2 janamoz chiqsa, birdan ortiq tarat olgan cho'ygin bo'lsa, saqal qo'ysa, ayollar yog'liq cheksa, jazolanib turmalarga tashlanadi. Masjid imomlarini majburiy tansi o'yintivotsa, aroq ichkizivotsa, masjidlar chiqilivotsa, Sharq Turkistondagi musulmonlarni dinsizlashtirish uchun barliq chora amallar ishlanivotsa, qizil chiroqdan o'tgan Uyg'ur etib tashlansa, Sharq Turkistondagi zulmlar dunyoning boshqa joylaridagi zulmlardek oshkora bo'lib, taratqularda xabarlarga chiqmoqcha dunyoning diqqatini jalb qila olmayotdi. Sharq Turkistonda zulm to'xtab qolgani yo'q, balki kundan kunga kuchib beryapti. Biz ishonamizki, Turkiyadagi Sharq Turkistonliklar Turkiya hukumati va xalq bilan mo'rini mo'riga tarab Turkiyaning taraqqiyotiga bir kishilik hissini qo'shib kelmoqda.
Türkiyədəki AK Partiya başlıq bütün partiyalar Şərq Türkistonluq qarindaşlarına ega çıxdı. Ularni Xitoy tajovuzlarının xalagancha o'limga hukm qilishiga sukut qilib turmaydi va fursat bermaydi deb o'ylaymiz. Türkiye hükümetinin Abduqadir Yapcanның мәсьәлесini adil bartaraf qilib, Şərq Türkistonluq mazlumlarni naumiddə qo'ymaydiganligiga ishonamiz. Axırda bütün dünyadagi Uyg'urlarning Abduqadir Yapcanның patiqında o'z erkinligiga erishish uchun salih duolarda bo'lishini so'raymiz.